Assalomu alaykum bog'bon do'stlar. Hop mana bu yangi sortdagi bodomimiz. Mana gulini to'liq ko'rsating, hali gullamadi. 2026-yil 26-fevral sanasiga tanalarini ham ko'rsating. Xudo xolasa buni ko'chatlarini tayyorlashni boshladik. Nomiga kelsak, nomi Tonio degan bodom. Xudo xolasa mevalarini ham ko'rsatamiz. Yo'qsa buni ham ko'chatlaridan berish harakatda bo'lamiz. Bu o'ta serhosil Kanadani bodomi. O tanadan ham chiqazavergan ekan.